Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolni o'qib eshitiraman. 3 ta do'st kafega kirdi. Ular har biri bittadan tushlik taomi, bittadan ichimlik va har bir desertdan bittadan buyurtma berishdi. Ular jami qancha pul to'laydi? Quyida bizda kafening menyusi tasvirlangan va menyuda tushlik taomi har biri 2,75 dollardan, ichimliklar har biri 1,25 dollardan va desertlar har biri 1,5 dollardan tasvirlangan. Biz bu yerda masalani ishlashimiz uchun qiymatlarini, pulning qiymatlarini qo'shib turib, do'stlar soniga ko'paytirib qo'ysak, natijani olgan bo'lamiz. Va bu yerda biz bitta joyiga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Bu qaysi joyi? 3 ta do'st har biri bittadan taom buyurtma qilishyapti. Shuning uchun masalani ishlashni boshlaymiz va bittadan taom deyilayotgani uchun taomning narxini bitta yozib olamiz. Bittadan ichimlik buyurtma qilishyapti degani uchun ichimlikning ham narxini bitta yozib olamiz. Va biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi har bir desertdan bittadan buyurtma berishdi. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor beramiz. Bizda desertlar soni 2 ta bo'lganligi uchun desertlar pulini qiymatini biz 2 marta yozib olamiz. Har bir desertdan bittadan buyurtma qilishganligi uchun 1,5 ni 2 marta qo'shamiz. Va biz ushbu natijani do'stlar soniga, ya'ni 3 ga ko'paytirib qo'ysak, umumiy natijani olgan bo'lamiz. Hisob kitobni boshlaymiz. 3 ko'paytirilgan qausni ichini hisoblaganimizda bizda natija 7 chiqadi va umumiy natijani hisoblab qo'ysak 21 dollarga teng qiymatni olgan bo'lamiz. Ushbu masala sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb xayrlashib qolaman.